Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, YouTube ixlosmandlari, kanalimiz obunachilari. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana jicha qo'l bo'shab qoldi. Teplitsa bekor turmasin deb setkasini yopdik. Qulpunayimiz, qishki qulpunay solqi ham o'sha tugadi. Endi baylarni tozaladik, yana salqin bo'lsa qilib qolar. Mo'ylovlar chiqargan shox ko'chat olamiz. Mana bu joyda ko'rganlar biladi, bizda mani yerim teplый poli bor. Bu отоплениyadan issiq suv bilan yer isitiladi. Bu yerda avtonomniy teni ham bor, ishki nasosi bor. Kavlab bu yerda olib tashlab turpog'i yo'q, faqat biogomus tashalgan. Mana hozir biogomuslar yana yangisini olib kirdim. Bu elanmagan biogomus, chuvalchangi ham bor. Mana shu ichida yuraveradi. Chuvalchang ba'zilar aytadi, ko'chatni tomirini yeb qo'ymaydimi deyishadi. Qadrdonlar, mana chala yeyilgan go'ng, mana chuvalchanglar yeyapti buni. Buni sovuramiz, yerda ham yeyishaveradi. Endi hozir buni orasini ochib, men pastayani ko'rgansizlar, to'ldirib qo'yardim bodringga, pomidorga. Hozir talablarga binoan qizil balgar olib keldim. O'sh qalampir deydi bizda. Mana shu bitta qatorga qizil balgar ekaman. Mana bu ikkita qatorimizga pomidor ekaman. Agar bilsalaring, ko'rgan bo'lsalaring, mana shu joyda bitta urug'idan chiqqan pomidor bor edi. 8 ta shox chiqargan kartoshka palak pomidor. O'sha 45 tami, 47 tami esimda yo'q, pomidor qilgan. Bir tup pomidor. O'shaning uchun kartoshka palak olib keldim bozordan. Mana shu ikkita yo'lakka ekaman. Mana oxirgi 4-yo'lakka yarmiga baqlajon, yarmiga oq balgar olib keldim. Ularni ekaman. Ekish jarayonida nima qilyapman, hammasini sizlarga video qilib ko'rsataman. Demakki, bolgarskiy to'g'risida so'rashyapti, baqlajon to'g'risida so'rashyapti. O'shaning uchun shu narsalarni olib keldim. Endi menga bu sotuvga emas, pishganda, kuzga pishib qolsa, o'zim hammasini uzib, hali maydalab, oq yog' bilan qo'g'irib, ikra qilib bekitaman o'zim, men qishda yegani. O'shanga ekyapman. Bekor turmasin deb ekib qo'yapman. Ham boshqalarga haligacha video chiqarish kerak. Video chiqmay qo'ydi deb xafa bo'lishyapti. Ba'zi podpisчиклар ko'rsatib aytganingiz yaxshi deyishganiga endi mayli dedim, shu yerga ekaman. Bu yerda peredelka qilamiz deganmiz, bu yerga qulpunay qilamiz deyapmiz, stilaj qilib turib. Endi hozircha ekib qo'yaylik, endi avgustga stilaj qilib qulpunay ekamiz. Buni postepенно men sizlarga ko'rsataman. Bu yerga hozir 2 paqir kul olib keldim. Qo'shnilar tandirlaridan o'tinli kuli. Kul ham solamiz. Kulni ham elakdan chiqarib qo'yish kerak. Keyin nastoyka qilamiz. Ekishda ekib, o'sha droja shakar bilan qilingan nastoykamiz. Uni ham quyamiz, uni ham qanaqa qilinishini yana video qilib sizlarga ko'rsataman. Like bosinglar, davomini ko'ringlar. Paka.